Assalomu alaykum hammaga. Bizning avtovaz kanalimizga xush kelibsizlar. Qarang, biz samoyka sohasida ishlaymiz va samoykaga asfaltga yaxshimi yoki betonga yaxshiroq turadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Biz hozir Medgaradogda, Toshkent shahrida jamoamiz bilan 7 talik boks qurib bitkazdik va buni hozir kasbetga ishlari qo'ygan. Sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganim, kimlardir xohlaydi katta mashinaga qanaqa boks qilsam bo'ladi deb, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bizlar katta mashina avtobuslar uchun, imina uzun avtobuslar uchun 4 talik konsollardan qo'yib berganmiz. Pistoletga 2 ta turibdi, suvga 2 ta turibdi. Bu bir tomonga ham pena ham suv bor. Ikkinchi tomondan xuddi shunday ham pena ham suv bor. Ko'rishingiz mumkin, mana suvniki. Bir tomonda suv turibdi, original pistoletlar bilan italyanskiy. Ikkinchisi pena turibdi. Bu ham original italyanskiy. Ko'rishingiz mumkin, Modern Italiya mana yozib qo'yilgan. Va konsollarimizdan 4 talik turibdi. Bu yoqda 2 ta, u yoqda 2 ta. Bemalol bir tomonda o'tirib, avtobus qancha uzun bo'lsa ham yursa bo'ladi. Va sizlar yana ko'rsatmoqchi bo'lganim, Ford upravleniya samoykaniki. Buni biz Rossiyadan zakaz asosida olib keldik. Qildirtirib shu yoqda. Faqat biz yuzini o'zimiz shu yerga qilib berdik va bunga biz vizif operator qo'shib berdik. Chunki qanaqadir muammo bo'lib qolsa, telefon qilsangizlar, buni knopkani bitta bosgan zahoti u yoqda bildiradi va o'shandan ko'rib keladi. Qaysi boks buzilganini yo ishlamayotganini. Joyimizga kiradigan bo'lsak, bu joyimiz oldi benzin zapravka bo'lgan. Benzin zapravkani buzib tashlab, samoyka apparatini o'rnatib berdik. Va yana ko'rsatmoqchi bo'lganim, bu pomeshchada benzin operator xonasi bo'lgan. Va biz bu samoykani professional asosda dozatron bilan o'rnatib berdik. Hozir motorxonani ikkinchi etajga qilib, shundan ham joy ekonom qilib, pastga hech bo'lmasa damazda yuvadigan joy qilib berib ketamiz. Bu joy menimcha 20 sotix bo'lsa kerak kamida. Hozir sizlarga motorxonani masu bochkalar turgan joy ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu joy oldin operator xonasi bo'lgan, benzin kolonkaniki. Mana ko'rishingiz mumkin, bu joyga operator mana bu oynasi pul oladigan menimcha va orqa tomonga qanaqadir yotoqxona bo'lgan, o'sha joyga biz bochkalarni qo'yib yubordik. Hozir hamma yoq musor borka qilinmagan, kasbet ishlardan keyin hamma yoq toza qilib topshirib yuboramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, biz 7 talik boksga 3 tonnalik samoykaga 3 tonnalik osmos apparat qo'yib berdik va mana bunaqa bochkalar bilan. Bu bochkalar 3 tasi artezanga turibdi. Skvayzdan keyin so'ng mashinaga 3 tasiga tinidida va osmos filtr qilib berib, mana bu 2 taga va motorxonada ham bunaqa 4 ta apparat turibdi. 4 ta bochka turibdi. O'sha yoqqa nasos bilan haydab beradi. Nasoslar bilan ko'rishingiz mumkin turibdi hammasi. Va yana ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim, bu joy bizlarni mashinani artadigan joy bo'ladi. Bu yoqda hamma narsa qo'yilibdi. Pilosozi, obdofi, latta siqadigan hammasi bo'ladi. Va bu yoqda avtobus bo'lsa ham yengil mashinadan o'tsa ketib qoladi. Va u tomoni mashina kirib, bemalol avtobusda nazorat qilib chiqib ketaveradi. Sambilarni. Kimga shunaqa sifatli samoyka kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin va tushunmagan narsangizni telefon qilib so'rashingiz mumkin. Pastga telefon raqam qo'yamiz.